Demak, keyingi mavzuyimiz uchburchakning balandligining xossalari. Biz bilamizki, uchburchakning 3 ta burchagi mavjud bo'lib, ulardan 3 ta balandlik o'tkazsak bo'ladi va balandlik qarshidagi tomonga 90 gradus asosida tushadi. Uchburchak balandligining 3 ta xossasi mavjud bo'lib, birinchi xossasi uchburchakning balandliklari bir nuqtada kesishar ekan. Ya'ni uchburchakning uchala uchidan ham balandlik o'tkazsak, ular bitta nuqtada kesishar ekan. Keyingi xossamiz ikkinchi xossa. Teng yonli uchburchakning asosiga tushirilgan medianasi shu uchburchakning ham bisektrisiyasi ham balandligi bo'lar ekan. Ya'ni teng yonli uchburchakning uchidan asosiga qarab balandlik o'tkazsak, bu balandligimiz shu uchburchakning ham balandligi, ham medianasi, ham bisektrisiyasi ham bo'lar ekan. Mediana nima edi? Mediana uchburchakning uchidan chiqib, qarshidagi tomonni teng ikkiga bo'luvchi kesma. Bisektrissiya esa uchburchakning uchidan chiqib, shu burchakni teng ikkiga bo'luvchi kesma edi. Keyingi xossamiz uchinchi xossa. Teng yonli uchburchakning ichidagi ixtiyoriy nuqtadan uning tomonlariga tushirilgan perpendikulyarlar yig'indisi shu uchburchakning katta balandligiga teng bo'ladi. Ya'ni teng yonli uchburchakning ichidan ixtiyoriy nuqtani belgilab olamiz va shu belgilab olgan nuqtamizdan uchala tomonga balandlik tushirsak, bular H1, H2, H3 kabi kesmalarga ajraladi va biz shu H1, H2, H3 kesmalarini bir-biriga qo'shsak, katta Hni beradi. Ya'ni mana bu Hni yoki bu burchakdan bu yoqqa qarab chiqarilgan balandlikni beradi yoki bu burchakdan bu tarafga qarab chiqarilgan balandligini berar ekan.